Hammaga salom. Sizlar bilan Afsonalar uzubi film kanali. Marvel rasman Qasoskorlar 5 filmini teaser treylerini chiqardi. Unda bizga Steve Rogers Qasoskorlar 5 qiyomat kuni filmiga qaytishini va uning o'g'lini ko'rsatishdi. Bu videoda savollarga javob beramiz. Demak, videoni boshladik. Qasoskorlar tur filmining oxirida Steve Rogers cheksizlik toshlarini o'z vaqtiga qaytarishga ketdi va Steve Rogers qarib olib ketdi. Ya'ni u o'tmishda qolib ketgani uchun qarib qolgan deyishdi va film tugadi. Lekin bu sahna aynan Qasoskorlar 5 qiyomat kuni filmini boshlanishi bo'lgan deb xabarlar ham chiqib ketdi. Steve Rogers multiversni buzgani aniq bo'ldi. U va boshqalar tufayli Qasoskorlar 5 filmi boshlanadi. Qasoskorlar 5 filmida Steve Rogers va Doktor Doom bilan dahshatli jang bo'lar ekan. Bu shunchaki mish-mish xabarlar rasman emas. Endi Steve Rogersning o'g'li haqida gapirsak. U ba'zi Marvel komikslarida va animatsion filmlarda chiqqan va yosh qasoskorlarning sardori bo'lgan. Filmda u hali chaqaloq. Katta bo'lsa, u yosh qasoskorlarga qo'shiladi. Steve Rogersning o'g'li Marvel komikslarida 3 xil bo'lgan. Har bir versiyada birinchi versiya Thomas. U yovuz bo'lgan, uni yangi qizil chanoq deb chaqirishgan. Ikkinchi versiyada esa James bo'lgan, u yosh qasoskorlarga qo'shilgan. U yaxshi qahramon bo'lgan komiksda. Uchinchi versiyada esa Steve Rogersning bolasi o'g'li emas, balki qiz bola bo'lgan. Uning ismi Sharon bo'lgan. U super kuchli qahramon bo'lgan, yaxshi bo'lgan, yakka ishlagan. Mana video tugadi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizlar bilan Afsonalar uzubi film kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha